Hop, keyingi masala, sizlarga berilgan menyuda mabodo to'ymay qolish holatlari bo'lsa, nima qilish kerak? Unda siz salatlar tayyorlab yesangiz bo'ladi. Salatlar deganda mayonezli, alviya salat, qanaqadir yog'li salatlar emas, oddiy svejiy salatlar, bodring, pomidor, bolgarskiy, zelenlar, yana nima qo'ysiz, karom qo'shsangiz bo'ladi. Sabzavotlardan sabzi, qizil sabzi qo'shsangiz bo'ladi. Bularni aralashtirib, salat qilib tayyorlab, kamroq tuz sepib iloji boricha, chunki tuz ko'payib ketsa, tanada suv ushlab qoladi. Shuni hisobiga kamroq tuz sepib, bitta salat tayyorlab, miqdorini qizig'i yo'q. Katta gramda yesangiz ham hech nima qilmaydi. Sababi bitta tog'orachada to'la tayyorlab yeganingizda ham hech qancha kaloriya bo'lmaydi. Sizni ana bu hisob-kitobingizdan chiqarib yubormaydi. 400-500 gram yeganingizda ham где-то 50-100 kaloriyaga yetib bormagan kaloriya bo'ladi. U общий defitsitga katta ta'sir qilmaydi. Shuning uchun ovqatlanish ratsioningizda asosan salatlar ko'proq bo'lishi kerak. Shunda to'qlik hissi yaxshiroq bo'ladi. Salatlarning yaxshi tarafi, agar zelenlarni ko'proq solsangiz, kletchatkalar, norma kletchatkalarni ham kerakli darajada yopib olishingiz yaxshi bo'ladi. Shunda sizning yegan oqsillaringiz ham yaxshi sintez bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha ovqatlanishda ko'proq salatlar yeyishga harakat qilish kerak.